Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan snayperchikda o'xshamagan o'yinlarni ko'rib chiqamiz. Qani, go. Xullas, parashutdan tushdim, maroja oldim. Oldimda bitta odam bor ekan. Bundan oldin bittasiga nokaut berganman. Mana o'sha brat. Meni o'ldirma degan uchun o'ldirganim yo'q. Uni o'ldirmasdan u yoqdan bu yoqqa aylanib yurganimda pidarazlikning oliy darajasi. Va keyingi o'yin hech kimga zararim tegmasin, zonani o'rtarog'iga yurmoqchiman. Qarasam bitta krisa bor. Nima deb o'ylaysizlar? Buni o'ldirib qo'ya olamanmi? Albatta yo'q. Bu bratni qanaqa so'ksam yarashadi? Kommentga yozamiz.